17 dekabr. Bugun tilaklarim umon bir olam. Unda yo'q aslo g'am alam. Dunyodagi tilaklar bo'lganda ham jam deyman. Baribir bu tilaklar kam. Nasib etsin jannatlar, yiroq ketsin kulfatlar. Sizga bir shirin tilak, tug'ilgan kun muborak. Assalomu alaykum. Bugungi 17 dekabr sanasida tug'ilgan qadrli va aziz insonim. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Ilohim umringiz uzoq, hayotingiz esa go'zal va baxtli lahzalarga boy bo'lsin. Xonadoningizni esa sevinch, nur, fayz va barokat aslo tark etmasin. Sizning ham ushbu kunda tug'ilgan yaqinlaringiz bo'lsa, tabriklar va loyihasi orqali biz ularni tabriklab beramiz. Fursatni boy bermang. Biz bilan bog'laning. Murojaat uchun 50lik 444 33 11 raqamlariga qo'ng'iroq qiling.